Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlı qarandaşlarım. Bugün vaziyetimiz meni muddetten burun qarashonlarga chiqishga majbur qilib qo'ydi. Asli bu so'zlaydigan vaqtimmi emasdi. Chunki bu AQQdan video nashr qilsak oldinqisi ko'milib qolib ko'rdiganlarning soni ozlab ketadi ekan. O sebeptenmi bugün çıkmakçı emas edim. Eğer növbetide çıkan takdirdimi aslida Tayvan bo'g'uzi vaziyati haqida analiz qiladiganligimni aytgan. Bu mana AQQdan 2 qatim kechiktirildi. Kun tartibimizni mashg'ul qilayotgan aldirash mavzular tufaylidan mana shundaq muddatdan burun chiqishga majbur bo'lib qoldim. Ko'rayotganinglardek temamiz ah ko'ngillik, haqqoniylik cho'ppardisi va xufsallik. Qarindoshlar, yaqindan berki tor ahvolimizning qanchalik qizib ketib borganligini o'zinglar ko'ryapsizlar. Masala shu. Indigenous masalasi o'tirg'i tashlanib, buningga diqqatsizlik, saharmaslik maydoni tutib muomala qilingan. O'tib ketgan 4 yildan keyin bu masalani tunji qatim o'tirib qo'yganimga 4 yil bo'lib qoldi qarindoshlar. Buningga diqqatsizlik qildinglar. O chog'da saharmaslik maydonini muomala qildinglar. Xuddi xalqning ishiga tomuzda qo'l qo'ygan, qo'l to'ngandek bir xil muomalada bo'lib, bu 4 yilni o'tkazib o'tgandan keyin bu yilning oxiridan boshlab bu masala Uyg'ur jamoatchiligi orasida qiziq nuqtaga aylandi. Tuyuqsizlar. Aslidan chigit chaqadigan yeri yo'q kishilar paketlarni ko'rgandan keyin darhol haqni qabul qilib, o'zlarining maydonini bildirishdi. Ama aşkarı çapançılar, aşkarı rad qilish, burmalash, suyuqlantirish urinishları bilan jinoyatlarni yeniklatishga yo'q chiqarish urinayotgan bo'lsa, texicha cho'mpardisi to'liq echilmagan yoshirin çapançılar yoki chigit chaqadigan yeri va xumsi mijozliklar har bahonalarni taxtiga surib, yanada tirkashmoqda. Jamoat fikrini chalg'itishga urinmoqda. Bulardan ko'zimga chalqqanlar shular. Sharq Timur aholisining 78% indigenous ekanligi. Nima bo'ladi? 80% bo'lsa nima bo'ldi? Ammo Sharq Timurni Indoneziyadan ayirib mustaqil qilganlar indigenourslar emas. Ashu qolgan 22% xristianlardir. Ular g'arbliklar tarafidan kuch kiritilib, lideri Avstraliyada tarbiyalanib Sharq Timurga tashlangandan keyin mustaqillik g'avg'osi boshlagan va g'arbning qo'llashi orqasida mustaqillikni qozongan. Bu mustaqillik harakati qo'zg'aganlar, boshlamchilar indigenourslar emas. Shunga masalaga aholining soni persentiga qarab emas, yetakchilik o'rniga qarab baho beramiz. Mustaqillik harakatida kimlar yetakchilik rol o'ynadi? Davlatda kimlar hokimiyat beshida? Davlatning tili qaysi? Mana bularga qarab davlatning haqiqiy xo'jayinlari kimlar ekanligini ayirg'ili bo'ladi. Sharq Timurdagi indigenourslarmi xuddi Avstraliya, Yangi Zelandiyadagi indigenourslar bilan o'xshash salohiyatda. Qonunda barobar deb yozilgandir-da, ammo amaliyotda yani qo'saqning ichkarisida yanala 2-sinf fuqaro bo'lib yashayotgan insonlardir.
Bu o'qitish bekmi bema'ni, bekmi kulkilik bo'lib, bu hargizmi indigenistlarning mustaqillik huquqi bo'ladi deganini bildirmaydi. Chunki bu yerda mustaqil bo'luvchilar indigenistlar emas. Ularni boshqarayotganlar. Buni degan janobi muhtaramga yana bir uchurni berib qo'yay. Undan foydalansak qani ko'ramiz. Janubiy Amerikadagi Boliviyada indigenist xalqdan chiqqan birisi Cumhur reis bo'lib saylandi. Xabarimiz bormi buningdan? Bu birinchi qitim bo'layotgan ish butun dunyo bo'yicha. Bir indigenist bir davlatda Cumhur reis bo'lib saylangan ish. Lekin buning bilan Boliviya indigenistlar davlati bo'lib ketgani yo'q. Yanala ispanlar davlati bo'lib qolaverdi. Chunki davlatning bir xil davlat kulturi bo'ladi. Madaniyat asosi bo'ladi, tili bo'ladi. Boliviyada bu xuddi shunday. Davlat kulturi, madaniyat asosi va tili yanala ko'chman ispanlarninki. Shundaqla o'xshash manbada tilga ilingan kishilik huquq ahdnomasi yoki shuningdek boshqa xalqaro qonun nizomlarda deyilgan barobarlik haqidagi dog'dug'uluq, dabdabilik iboralarni biz yozmadik. Agar bulardagi mazmun Birlashgan Millatlar Tashkilotining indigenistlarning haq huquqlari haqidagi belgilamasiga zid gap qolgan bo'lsa, bunga Uyg'ur aktivistlar javob bermi? Her ikisini Uyg'urlar yazmadı. Şoň bu zıtlıkni siz janobi taqsir Birleşken Milletler Teşkilatı'dan so'raqlisingiz bo'ladi. Indigenistlarning huquqi eng ko'p bo'lganda avtonomiya bilan cheklanadi. Desek, bu qanday barobarlik bo'ladi? Bu qandaymi kishilik huquq bayonnomasiga uyg'un keladi? Bu yerde yana irqchilik davom qilayotgan bo'lganmamdi. Bu irqchilikni qonuniylashtirish bo'lib qolmamdi. Va hokazo degandek savollarni Uyg'urlarning oldiga tashlashning foydasi yo'q. Buni Birlashgan Millatlar Tashkilotidan so'rasangiz bo'ladi. To'g'ri adres shu. Bu yerda masalani ko'tarib chiquvchilar, mana shuning ichida ko'tarib chiquvchilarning asoslanayotgani Birlashgan Millatlar Tashkilotining indigenistlar haqidagi bayoni, ya'ni haq huquqlar haqidagi bayon. Mizoni. Fakt bakma aniq. Burumlashga mumkinchilik yo'q. Agar uningda avtonomiya va ichki ishlari bilan cheklanadigan bir xil o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi belgilangan bo'lsa, buning kim aybli? Bizmi? Uning nimaga zid kelib qilishini bizga bo'y ko'rsatish qandaymi aqlning ishi bo'lsin. Zid kelib qolgan bo'lsa, zidlikni paydo qilgan kishiga beribdan uni. Yana biri indigenist masalasini ko'tarib chiqib, da'vo sepida oldida ketayotganlar yoki tuhbisi bo'lganlarga qara chaplab, ularni biraqli yo'q chiqarib ketishga bo'lmaydiganligi haqidagi safsatalar. Men bu nasihatchilarning aqliga eshak tepib etganmidir demay turamadim. Birinchidan, faktlar aniq turgan ahvolda tuhmat chaplash, qara chaplash degandek gaplarni ishlatgan odamlarning aqliga voy. Qara chaplash, tuhmat chaplash degan so'zni tushunmaysan, sana nima nasihatchilik? Tuhmat degan so'z dalil isboti bo'lmagan qara chaplashdir. Dalil isbotlik bo'lganda tuhmat olmaydi. Haqni so'zlagan bo'lamiz. Ikkinchidan, da'voning oldida ketayotganlar yoki tuhfikorlar degan sifatlash yoki o'rda shoirlarcha uslubdagi madiha ovozlikning kulkulikligi. Tuhfa o'tirdi. Tuhfa 20 yilcha vaqt tirishib kurash qilib, qahramonlarcha jasorat bilan bizga indigenistlik salohiyat qozongan bir tuhfa. Yana bir tuhfasi da'voning Sharq Turkiston degan ismini o'chirib, Xitoy qo'ygan ism bilan avtonomiyani umumlashtirishda qozongan tuhfasi. Ishlarni hissiyat bilan tarafdorlik tutumi bilan emas, faktlar asosida aql va mantiq bilan o'ylashni shunday tafakkur qilishni odat qilaylik, qarindoshlar.
To'g'ri, bunda qilayotganlarning bir qismini qarindoshlar deyishga bo'lmaydigan chapanchilar albatta. Ko'zimga chaliqqan nasihatchilik mazmunlaridan biri o'zaro hujum qilishmay hamma kuchni Xitoyga qaratsak mazmunidagi ajoyib dono nasihatdir. Nasihatchilar Uyg'ur tilini chala biladi. Bu shuningdan ma'lumki, ular o'zlari ishlatayotgan so'zlardan o'z deganning ma'nosini bilamdi. O'z yot degan so'zning qarshisi, ya'ni zitidir. Yot deganning ziti, o'z degan. O'z yana do'st dushman hukmi mavzularida ishlatilganda do'st tarafni bildirdi. O'z düşman deganning qarshisidir. Bu o'z. U holda milliy manfaatni sotqanlar vatanning nomini Xitoycha atashni umumlashtirishga, avtonomiyani qo'lga keltirishga uringanlar bizni indigenes salohiyatiga erishtirgan buyuk tadbirkorlar hala o'zmi? Agar hala o'z degichilar oshilar bilan o'zdir. Bizga yotdir. Biz bir munofiq 10 düşmandan yomon. Do'zaxdimi munofiqlarning o'rni kuffarlarninkidanmi cho'nqurda. Bunda bo'lishining sababi ne? Hammamiz bilamiz. Bilib turib, nima uchun taxichi o'z degan so'zni ular uchun ishlatishimiz kerak? Qarindoshlar, chiroyli nasihatlarning tegida yotgan niyatga obdarab diqqat qilaylik. Gap chiroyli chiqsa, obdan gap qildi. Davrish nodonliklam emas, saranliqdir. Allah bizga aql ato qildi. Aql. Nima uchun? İşiltish uchun. Chunki biz hur iroda berilgan birdan bir maxluq bo'lganimiz uchun aqlimizni ishiltib haqni tanlaymiz. Tanlash huquqimiz bor bizni. Hech qanday maxluqda yo'q, huquq bizda bor. Yana ba'zilarning intayin ustalik bilan bizga qalpoq kiydirmoqchi bo'lganligini shohid bo'lyapmiz. Ular aslida Xitoylar tarafidan vazifa bilan chiqarilgan. 2017-yilning keyingi yarmida chet elga chiqib keladigan qahramonlardan bo'lib, xalqning g'aflat bosganligidan. Taxichi biz g'aflatda qarindoshlar, g'aflat bosganligidan ularning mushundaq bir vaqtda qanday chiqarganligini so'raqlamaganligidan jasoratlanib, endilikda o'zlarining qaysi safga tava ekanligini aşkarı ifadeleşki başlaganda qiladi. Ular bek oq ko'ngil bo'lg'achqa, adolatparvar bo'lg'achqa, hech qanday bir xalqni kamsitmaymish. Kamsitadigan talash tortishlardan yiroq turarmish. Kim kamsitibdi? Biz indigeneslarni kamsitibdimizmi? Uni kamsitgan, xo'rlagan, odam hisoblamaganlar siz cho'qinadigan g'arbliklar, biz emas. Shundaqla ularga avtonomiya bilan cheklanadigan haq huquq berib, nizomnoma chiqarganlarmi yanada shular, biz emas. Bizning dalil qilib ko'rsatayotganimiz faqatla ashular e'lon qilgan hujjatlarning munosabatlik moddallari xolos. Biz indigenes xalq emas degan bo'lsak, bu hargizmi ularni kamsitganligimiz bo'lmaydi. Bu faqat tariximiz, madaniyatimiz ularga o'xshamaydi deganlikdir. Bundaq haqqoniyatchilik, odillik unuga o'rnini olib, tarafimizni vositalik ma'lum qilishingizga kerak yo'q. Biz hamon bir kun qasroqlaringizdan chiqadiganligingizni bilib turiblik. Tek oshkora chiqadigan kunlaringizmi keladi. Chunki bu xo'jayin topshirgan vazifa, uningdan qochib qutulolmaysiz. Yana biri atalg'uning so'zlik ma'nosi va iste'mol ma'nosi haqidagi talash tortishlar bo'lib, bu haqda boshqa qarindoshlar yetarli javoblaganligi uchun takrorlab o'tmayman. Men bu atalg'uning tarjimasidagi ma'noni bermaydiganligini yillardan beri ta'kidlab kelyapman. Tilimizda tangdishi bo'lmagan so'zlarning aslisini qabul qilish bo'lib kelayotgan ishlardan biri. Bir g'ayrilik yo'q buningda. Indigenesning tilimizda tangdishi yo'q. U hargizmi yerlik millat deganga tang keladigan so'z emas.
chet el tilidan qabul qilingan shuncha so'z bor ekan. Ajab buningga kelganda ma'tulat tarjima qilib olib, ondan tarjimadagi ma'nosini asos qilib majro qizyapti bu odamlar. Buni bilguchiligi yo'qmi? Yo'q. Aslida g'araz shu. Qarindoshlar, qaysi millat o'zining vatanida yerlik emas? Mana bir deb baqinglar, o'zining vatanida qaysi millat yerlik emas? Nima uchun butun dunyo xalqi indigenes deyilmay? Nima uchun faqat 370 million kishilar indigenes? Kichikgina tafakkur qilaylik. Uyg'urlar Sharq Turkistonning yerlik millati bo'lmasa, Sharq Turkistonning yerlik millati kim? Naqadar ustuliq bu. Bir chaqlarda Mehmet To'xti boytaqlar bilan birga turadigan chaq ekan, bir kuni onasiga telefon qilibdi. Yataqdashlarning yanida. Onasi debdi-ki, Mehmet To'xtiga, "Balam, mendan ensirme, pikapda kelgan kadrlar bir yoti go'sh, bir bak yog', bir xalta un ekilib berib ketdi. Kunim yaxshi" debdi. Buni yataqdashlarım anlab turgan ekan. Ular bakma ajablanib, Mehmet, bu nima gap? Xitoy hukumat oilalarni yo'qlab turdi ekan, ha?" debdi-ki, Mehmet To'xti nayta hozir javoblik bilan. Xitoylar meni setib olmoqchi bo'lib urinyapti. Ammo setib ololmaydi deb javob berdi. Nima degan qamlashgan javob. Yana bor. Kanadadagilar to'plangan, ya'ni Toronto, Montrealdagilar toplangan bir yerda. Kanadadagi chalaqari saqalliq Shamshiddin Qarining Xitoy konsulxonasiga borganligi, uning uyiga konsuldagi Xitoylarning kelganligi, cho'chirtib mehmon qilganligi, telefonidagi konsulxona Xitoylar qoldirgan ovozliq mesaj qatorliqlar o'tirib qo'yildi. Bu masalaga javob talab qilgan jamoatga chalaqarimda gap yo'q. Konsulxonada nima ishingiz bor edi deganga darhol Mehmet To'xti ana shu hozir javob uslubida javob berdi. Konsulxonadan telefon qilgan, nima dedi va berib anglab beqing deb men aytgandim. Yo, bu Mehmet To'xti naqadar chechan odam bu yo. Haqiqatda o'qish tarixi uzunroq bo'lganlardan biri o'xshaydi deb qolasiz. Hali pishqan, tajribali pishqadam. Indigenes haqidagi gapimi aynan shu uslubdagi gap. Uyg'urlar yerlik millat emas bo'lsa, Sharq Turkistonning yerlik millati kim? Naqadar. Agar shu anda siz Turkiyada tizimlab jadvallashtirgan 11 ming odamning uchurlarini qanday qildingiz deb so'rasangiz, xuddi Nasriddin apandimdek o'ylamgan yerdan ammo nayt oddiy va suv kirmas bir javobi tayyor ekanligiga ishonaman. Bekor o'qimaganda, agar Mehmet To'xtining yuz terisidan chamishlanadigan bo'lsa, Abduxoliq ustamninkini 100 kunlik jiroqni qo'yib uzib ketamikin deb qoladi kishi. Yana bir gap bor ekan. Xitoylar bizning indigenes xalq ekanligimizni inkor qildi-da, biz mi inkor qildik? Xitoylar bilan o'xshab qolibmiz. Naqadar ustuliq bu. Kimni qo'ldirmoqchi bular? Kimlar o'sha gapga ishinib, "Voy, inkor qilsa Xitoylar bilan bir safda bo'lib qoldik ekanmiz" deb qolar. Bu donolarning topgan bahonasiga qaranglar. Xitoylarning inkor qilish sababi bilan bizning inkor qilish sababimizmi o'xshashmidi? Xitoylarning inkor qilish sababi, "Yo'q, Uyg'ur xalqi madaniyatli xalq. Biz besivelishdan burun minglarcha yillardan beri davlat qurib kelayotgan xalq. Shunga indigenes desak bo'lmaydi" deb xapolab bu salohiyatni inkor qilib o'tamdiganda. Ey, sadagan ketay aql egillari. O'ylanglar. Aqlinglarni boshqalarga ko'tarib berib o'tmagandikin tuzurab o'ylanglar. Yana deydirlarki, indigeneslarning davlat qurish huquqi yo'q deganga fakt yo'qmish. Demak, davlat qurishi bo'ladi ekan. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın indigeneslar haqidagi hujjatining 4-moddasi torlarda kengara kezib yuribdi. Agar ko'zingizga zadavol tatib olmaganlar bo'lsangiz, ko'ralaysiz uni. Yana bir ajoyib rejisi bor shu ekan.
yerlik millet demey, assallık millet desek doğru bulamız ya. Resmi efendimçe. Bunu sizler davatkan geplerden biri. Ey çapançılar. Bunu mu sizler davatkan gep, assallık millet degenine. Biz hiç kaçan assallık millet degenine dep bakkanımız yok. Sizler cungulukla üzanlarını assallık millet deysizler. Çünkü cunguluk olgan deken bu imperiyet evvesinde assallık sizler. Ama biz Şarkı Türkistan fuqaraları, öz vatanımızın asası ahalisi, indiciniz demese de assallık millet bolup kaldıgan kaydı mı yok? Sizler çapını götürüp atkan teşkilat, yana şu Birleşken Milletler Teşkilatı'nın assallık milletler yığınığı mı katnaşıp gelip atkanda? Kani kim daptı bunu? Biz mi sizler mi? Yana bir gep. Bazı tok sokuşturuşunu görüşke hevesmen kişilerge okşaş, adamlarning talash tartışıdımı, huzurlandıgan adamlarning barligini xeli burilib bayqagaydim. Muşu turdaki adamlarning taklibi bilen indigenizchilardan bir necha adam, qarashilardan bir necha adam meydonga chiqib munozirlashsin, masalani oydinlashtirsin degan talab. Bununla bir muncha qarindoshlar darhol qo'shilib ifoda bildirishga aldirapti. Aqlni qachon ishlatamiz qarindoshlar? Minglar chiqadim deganimdek, pakit munozirdan ustun. Pakit bayada munozirga o'rin qolmaydi. Munozir degan oydin bo'lmagan masalalar haqida talashlar qilib, o'xshamagan ko'z qarashlarni o'tirib qo'yib, kimning rejisi besib ketsa, mana shuni tavlab chiqilgan haqiqatda bekitishga qaratilgan. Aniq bo'lgan, pakitlar to'liq bo'lgan bir masalani talash tartish qilish, masalani oydinlashtirishga emas, mujmallashtirishga yaraydi. Men bundaq taklif bergan va buningga qo'shilgan apandilar va xonimlardan shuni so'rayman. Siz uchun mujmal qolgan, aniqlim ba'nisi bo'lmaydigan masala zoti nima? Indijeniz salohiyatiga iltimos qilganligi va bu parlaq g'albini qo'lga keltirib, millatimizni indijeniz salohiyatiga erishtirganligi pakitmi, emasmi? Pakit. Tamam, tugadi. Haqiqiy avtonomiya talab qilamiz deganligi rasmi yolg'onmi? Ularning 62 betlik dokladatining munosabatlik beti talay qitim rasmiy sifatida to'g'ri yo'llandi. Xalqa yerdan topa olasizsiz. Uni ko'rmadingizmi? Shundaqla indigenizlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining cheki avtonomiya va ichki ishlarga o'zi ega bo'lish bilan cheklanganlik haqidagi belgilamaning 4-moddasi rasm holatda to'g'rida aniq. Yana nima ekan? Sizga aniq olmagan yer zodi qaysi? Yana bulardan boshqa turlarda inkaslar bo'lishi mumkin. Mening ko'zimga ilishganlar mana shular. Bundan boshqa dushmanning ayg'oqchilari burundan davom qilib kelayotgan pakitlarga qarshi ko'zni yumib olib tillash usulimi maydonda. Qarindoshlarim, Allah buncholar marhamat, buncholar g'amxo'rlikni yana qaysi qavmga qilgan bilmayman. Ammo bu Allohning marhamati. Bunu bilaylik. Allah bevosita osmondan yordam yog'dirmaydi. Yordam degan mana shunda har xil bilinmaydigan shaklda bo'ladi. Bizning kimning kim ekanligini bilib olishimiz uchun aqidin fursat yaratib berdi Allah. Yana biz g'aflatga ketaversak, qadimgi qavmlarning beshiga kelganda baloyi ofatning beshimizga kelishining qo'rqaman. Chunki Allah oldi bilan yaxshilik ato qiladi. Bularga shukr qilmagan qavmlar balo qazoga uchraydi. Bu ko'p takrorlangan tarix. Shuni bu qatim bu fursatni ching tutib, kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz ekanligini aniq ayirib olaylik. Vatanparvarlik, milliy manfaat masalasida do'stumdi, ota-onamdi deydigan ish yo'q va bo'lmaslik kerak. Undaq bo'lmasa, doimo siyosiy maydon masalasida uzil-kesil bo'lmasak, siyosiy istiqbol haqida tamagar xiyollarda bo'lmasakmi bo'ladi. Chunki bu bizning tutumimizga, prinsipchanligimizga bog'liq.
Hem de ahiriste barlıq salaç qerindaşlarga sulli qılıp arаны yaxşılaşıp tırışıdığan yaxşı niyetlik qerindaşlarga deydiğinim şu. Qerindişim, arasını yaxşılaşıp boluduğan nasihatçılık qilishga tegishlik bo'lgan münasibet qanday münasibet? Bunun farkını bilip bırak salaçılık qılğınlar yaxşı. Ziddiyet degan xalq arasida, dostlar arasida, bir septiklerinin arasida bo'lganda bunu keliştirish için tirişish hem insani buruch hem musulmonlik vazifasi hisoblanadi. Ama ziddiyetning yana bir turi dost düşman arasidagi ziddiyet. Bundaq ziddiyet arasida salaçılık qilish bekme ahmoqonalik bo'ladi. Dost düşmanni kelishtirishga urinishdanmi o'taroq dötlik olmaydi. Şuna yaxshi niyatinglarni bildirishga aldırmay, aldı bilan aradagi ziddiyetni tushunishingiz kerak. To'g'ri, deyilishi mumkin, qarshi tarafdagilarning hammasini dushmanga chiqarib yutish to'g'rimi? Bu gap hali odamlarni shiklantirib qo'ydigan gundidek salmoqi bor gap. Ama to'g'ri niyatdagi omma xato sabti bo'lgan muddatda ularni deb dushman bilan murassa qilishga bo'lmaydi. Bu düşmanını paydalandırdıgan ziyonlik qilmish bo'ladi. Yaxshi niyetlik omma düşmanning foydasiga mavjud bo'lib turgan muddatda adolatning qilichi ularning beshig'iga tushadi. Dunyoning tabiiy qonuniyati bu. Masalan, deylikki, biz bilan Xitoy orasida bir urush vaziyati borligi kelsin. Qarama-qarshi ikki saf holatida ro'baro bo'lishdi. Hücum başlanganda Xitaylar mecburi yoki aylan başlıqıdan foydalanib öz saflariga qatib kelgan bir muncha Uyg'urni oldiga surib, o'zlari aqsidan yoki orallariga so'qinib bizga hücum qilib kelsa qanday qilamiz? Ava Uyg'urlarni aysak yüzümüz yo'q emas. Dost düşman ziddiyatining mohiyati hech sala emas. Qarindishim, ya men, ya sen. Kasım Sıdık'nın bir şiiri vardı ya, vaderiha okna atkan tıkçala dediğen. Şunun kabisini, Mısra'nı unutup kaldım, kabisi gelge yeri, sulhi sala dediğen kabiye iletti şununla. Nime sulhi sala? Bizni tügeş tügen, neyse nime sulhi sala? Bir nesi isimladı olsun, kırındaşlar. Bu hayatның kanuniyeti, tabii bir kanuniyet var. Bu isimlerde olsun karındaşlar. Çivinni resva qilib olmaydı. Çivinni. Nemişka? Çivinni nemişka resva qilib olmaydı? Resvalıqның en uçuda bo'lgani uchun. Yana qandaq bir narsa bilan resva qilasizlar çivinni? Menimcha gap yetarli bo'ldi qarindoshlar. Mushaqchi bo'lsin. Allah hemmanlarını aman qilsin. Niyet qilgan söhbetimizni keyingi qitimda yana arag'i boshqa narsa kirmay qilishga nasib qilsin. Temamiz keyingi Tayvan bo'g'zi vaziyati haqida bir analiz. Onun ba'zi so'zlarimning vaqti o'tib ketib boradi. Men uningda allaqachon deb bo'lgan ba'zi narsalar maydonga chiqib bo'layotdi. Mana shunda mavzuni keyinga surish tufayli qimmat tugab ketib boradi. Hammalarga yana bir qatim omonlik tilayman. Xayr xo'sh.